Assalomu alaykum hurmatli tadbirkorlar. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash uchun juda ko'p chora-tadbirlar, imkoniyatlar yaratilgan. Hozirgi kunda sizlar uchun O'zbekiston Respublikasining 2025-7 sentyabrdagi kichik biznesni rivojlantirish, moliyaviy va institutsional qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlar to'g'risidagi TT 312-qaroriga asosan toifalarga ajratilgan chorvachilikni rivojlantirish, nodavlat oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish maqsadida bir qancha yo'nalishlar bo'yicha kreditlarimiz mavjud. Bu kreditimiz toifalarga ajratilgan holatlarda beriladi. Masalan, bizning Ulug'nor tumanimizda 5-toifaga kiritilgan bo'lib, 312-son qaroriga asosan 19% dan ajratilishi rejalashtirilgan. Chorvachilikni rivojlantirish maqsadida ham bir qancha kreditlarimiz mavjud. Tadbirkorimiz Takomil MChJ rahbari Vahobov Johirjon tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish maqsadida 312 qaroriga asosan kredit olish istagini bildirgan. Sizni kredit arizangizni qabul qilib, sizga 312 qaror asosida kredit berishni ma'qul deb topdik. Kredit hujjatlarini 3 ish kunida rasmiylashtirib, sizga ajratib berishni bildik. Sizga 3 yil imtiyozli davr bilan 72 oyga kredit ajratishimiz mumkin, ajratamiz. 3 yillik imtiyozli davr albatta mijozni xohishiga ko'ra ajratiladi. Agarda siz imtiyozli davrda o'zingizning xohishingizga qarab 6 oy, balki 1 yil, balki maksimal muddatda 36 oyga ajratishingiz mumkin. 72 oy mobaynida agar 36 oyga oladigan bo'lsangiz, 3 yillik ta'minni to'lash sharti bilan ajratiladi.